chunki dizayn proyekt bu xarajat emas, dizayn proyekt bu ekonom qiladigan narsa. Kvartira mansarda bo'lsa ham kuxni qismidagi haqiqatan havas qiladigan chiqqan, ishoninglar azizlar. Chunki har bir detalga, har bir qarich joyga unumli foydalanib individual yondashganmiz. Mana hisobga desangiz agar har doim men mijozlarimizga ham aytaman, tanishlarimizga ham aytamanki, remont qilishdan oldin preplanirovka qilib turib, dizayn proyekt tayyor bo'lgandan keyin boshlanglar. Chunki dizayn proyekt bu xarajat emas, dizayn proyekt bu ekonom qiladigan narsa. Shu kuxni qismimizga ham pollarga bitta ahamiyat beradigan bo'lsangiz agar, qora alohida, oq alohida bo'lgan, ko'pgina holatlarda stoleshnisaning razmerini olmasdan turib, mana buni devorning orqasidan qilishadi, palasani. Yo'q, har doim mana bu yonboshdan 20 qochiryapsizmi? Mana buni standarti 60 sm bo'ladi. 20 plus 60-80 cm. Demak, mana bundan 80 cm qoldirgan holatda keyin qora palasini o'tkazishimiz kerak. Hatto mana bunaqa joylarda ham shunaqangi foydalanishimiz kerak. Shtobi kirganda gilam tashlamaysiz ham kuxnish ideal holatda turadi. Yana talablarga muvofiq bu yerda attachment ishlatganmiz. Nimani hisobiga desangiz agar emulsiyam to'g'ri, kirni tez o'ziga olib turib tez yuvish ham osonroq, lekin attachment emulsiyaga nisbatan kirni o'ziga olganini kamroq bildiradi. Shunaqangi qiziqarli va noodatiy layfhaklarni yo'qotib qo'ymaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing va bu videoni uy quraman, uyimni ta'mirlayman degan tanishingizga jo'natib qo'ying.